Abu Qatoda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qib turgan edik. U zot birdan odamlarning tapir-tupur qilgan ovozlarini eshitdilar. Keyin namozni o'qib tugatganlaridan keyin haligi tapir-tupur qilib shoshilib kirgan odamlarga payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlarga nima bo'ldi? Haligi odamlar, ey Allohning rasuli, namozga shoshildik dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, unday qilmanglar. Qachonki namozga kelsalaring, o'zingizga ohistalikni lozim tutinglar, viqor, sakinatni lozim tutinglar. Yetgan joylaringni o'qinglar, o'tib ketganini to'ldirib qo'yinglar dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Sunnat mana shu. Odamlar tapir-tupur qilib yugurlab masjidga kirganini ko'rasizlar. Yo'q, bu yaxshi emas ekan. Nima uchun? Inson masjidga viqor, sakinat bilan kirib kelish kerak. Chunki bu Robbisiga ibodat qiladi hozir. Odatda shoshilib kelgan odam namozni niyat qiladi, lekin o'sha niyatda xolislik va sakinat bo'lmay qoladi niyatda. Keyin namozni ichida ham o'sha shoshilib kelganini ta'siri bo'ladi. Xayollari chalg'ib turadi. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sakinat, viqorni lozim tutinglar o'zlaringga. Kelgan joylaringdan o'qiveringlar. Qolganini o'zlaring davom ettirib qo'yinglar, deyaptilar. Ibodatga-ki shoshilmasdan kelgan joyidan davom ettirar ekanmiz, boshqa ishlarda albatta sakinatni lozim tutishimiz kerak.